1977 yılı işlengen Su Buyda namlı filmni bilemsiz. Bu film şu vaqtida Yaponiyada ishlangandan keyin Yevropada keng tarqalib qo'yilgan. Çünkü bu bizning 4 klassik eser, Beka Jungo'nun 4 klassik eseri emas qaranglar. Bütün Asya, bütün dünya dağınık eserler bu. Bunun televizyon teatrining ishlanib turgan keyin bütün Yevropa, Amerika, voy bir Yevropa qilib oralda turdigan gap. I am Hu Sanya. Lekin endi bu Yaponiya ishligini qarasak, bu personajlar maskenmagan, voqeliklar o'zgartib etilgan, tetkisiz ishlangan-ku. Lujishin puchak bir darvish qeri. Endi men Wusung qaraydigan bo'lsak, ter kiyim kiyib olgan bir yovvoyi odam bu. Butun asarning voqelik natijasida o'zgartib etilgan. Endi shuning bilan bu Yevropada bu taqalgandan keyin mamlakatimizga buni xabar topgandan keyin ochiq keldi-da bularning to'xtattirib bu mamlakatimizning büyük asr tutsa bu 4 klasslik biz ishlayapmizmi, biz ishlamay ash yapon bakalari ishlab o'zgartib deb buni ostin usti bu qanday gap bo'lib ketdi deb shuning uchun mamlakatimizda buni ishlamoqchi bo'ladi. Endi bu Su Buyda nomli filmni ishlamoqchi bo'lgan vaqtning o'zida bu 4 klassik asardan qolgan 3 ishlanib bo'lgan. G'arb sayohat, ishbachalik, qizdirar vaqt uchish arqa ishlanib qo'yilib yaxshi natijalarga erishib bo'lgan. Faqat Su Buydalik qilib qolgan. Endi bu Su Buyda nomli asarning rejissyorligiga Zhao Shaolin degan tanglik davyan mush tayinlangan. Endi bu davyan kiplar bu Su Buyda nomli asarni yaxshi ishlash uchun bu filmni yaxshi qilishning birinchi oshquchi personajlar, shu rolchilarni eng yaxshi tanlashimiz kerak. Chuqur obrazga eng yaqin bo'lish kerak. Chunki Su Buyda nomli asarning voqeligida chataq yo'q. Voqelik nayt qiziqarli, intayin jalb qilar yaxshi. Lekin buningki muhim halqa shu 108 palvonni qandoq o'tirga chiqish, mushlarniki obrazi. Shuning bilan bu yerda Zhao Shaolin davyan o'z atoyidan berib, davlatlik katta ressam Saigo Bao degan bir ustozni izlab boradi. Ya'ni shu 108 palvonning bir portret rasmini siz bergan bo'lsangiz deb. Chunki Su Buyda nomli asar yozilib tarqalgan bilan bu personajlarning obrazi tasvirlangan. Biroq bularning hech qanday bir rasmiy turqi yo'q. Hech kim uqmaydi bularni. Hamda shu asarni o'qib, tadqiq qilib, his qilib, shu obrazlarni tasavvurini tayinib sezish kerak. Shuni sizgandan keyin, shu hamda rasmi bo'lgandan keyin onun keyin bu rejissyorlar shu rasmga asosan hamda rolchilarni tanlaydigan gap bor. Buni anglab bu rassam ustozim bo'ldi, men bir mo'cha raqammayman. Lekin butun rasmni men chuqur o'zim chizib beraman. Uning xotirjam bo'lib bu vazifani men xushallik bilan qabul qildim deb qabul qilgan. 2 yil vaqt sarf qilib, Su Buyda nomli asardagi 184 personajning rasmini sizib chiqqan. Shuning bilan endi bu yerda rejissyorlar guruhi uning kaynidan mush rasmga asosan obrazlarni, personajlarni bir boshdan tanlag'ila boshlagan. Endi bu personajlarni tanlash sal osonga tushdi, chunki bularning rasm bor-da. 5-6 odam to'g'ri qarab, ma'bul ekan, bo'lmaydi ekan deb bir boshdan tanlash xushdigan gap. Endi mush personajlarni tanlashning ichida eng taskaga kimga desanglar, Sungjang, Shibaliq Yomg'ir Sungjangning obrazini tanlash eng taskagan nurg'un odamlarni tanlab baqqan, yarimg'an. Oxiri u yerni izlab, bu yerni izlab, uni qilib, mana shu Li Shuojian Laoshini tanlagan. Biroq bu Li Shuojian Laoshi tunji anglab, nayt xushallik bilan kelganda, voy, Liang Shankil 108 palvonning roliga deb, Sungjangning roliga chiqsa degan lassa deb qolgan. Ay, shundaq bir taslimchi kalva 108 palvonning hammasining beshiga chiqqan odamning roliga men chiqmayman deb turib Şunun bilan ham shu vaqtning o'zida bu Suda Mingjuning o'qiydiganlar az, tadqiq qilganlar texim az. Endi nurg'unlar buni meni haqiqiy nuqtadan tushunmaydi. Shuning bilan bu yerga rejissyorlar guruhiskilar bu Li Shuojian Laoshiga bu Sungjangning haqiqiy obrazini bu nima uchun Liangshan chiqdi maqsadi nima buning? Endi bu yerga taslim bo'lgandagi maqsad nima? Nima uchun taslim bo'ldi? Buning kimlarning sababi bor? Qatarlıq bütün chiqish nuqtasini qilib bergandan men tozibak tushunmabdi ekanman buni asli Sungjang mandaq obraz ekan deb rasmiy kirgan marog'i bo'ldi. Men yaratay bu obrazni deb mengishlari, do'ng'ib salom qilishlari shu darajada voyaga yetkazayotgan. Endi bu Li Shuojian Laoshi Sungjang obrazini yaratish bilan katta nom qozongan. Chunki shu vaqtning o'zida ham bu artistlarning hammasiga tishon akib bergan-ku, bir ta'siyalar kelgan vaqtida tishon ishlasi bo'ldi. Biroq Li Shuojian Laoshi butunlay rad qilgan. Masalan, bu Sungjangning rolida tishon ishlatgidek navati deb kichingli mumkin. Sungjangni qutqizdigan vaqtning o'zida Sungjangning kallasini og'li qarib bog'lab
tizlandirib apırdığa yava. Endi mush ko'rinishni oldiga vaqtida Tishan ishiltilaysin yo'q degan men qat'iy uzam chiqay bo'ldi degan. Mush bir ko'rinishni to'liq ep qilib bo'g'icha 7 kun vaqt ketgan. Kunda 7-8 soat yashaydiganlar shundoq bog'lab sizinib turadigan gap. Arliq tamaq yeydigan vaqtida masalan tushdi tamaq yeydi uni keyin yana bog'lab qo'ydi. Ancha-muncha kino bular qatnashib baqqanlar, suratga elishqa, ko'rib baqqanlar yoki do'yin tortishib baqqanlar biladi. O bir filmni ssenariy bo'yicha suratga elishga ta'sischi necha qatim buzilib ketadi, bog'gan bo'lib ketadi. Rolni men yaxshi olsam, ma kulib ketib qoladi. Ma gapni to'liq degan vaqtda men de do'qlab ketib qolaman. Şunu olan o bir ko'rinishni elishqa, onun degan nurg'un jaryan ketadi buningga. Şunu olan mash ko'rinishni ep bo'g'dilar bu lishojallar shunaq putlari kechki tizilib turgan keyin yog'ochning ustida ishib qoni uje belki suvliq chiqib shu darajada olib ketgan 2 kun ma'an mas'ul qolgan. Endi keyin Sungjanning ot minib vurra deydigan, ot minib chiqadigan xil ko'rinishlari bor. Endi lishojallar bu vaqtida ot minishni bilmaydi, ot minib baxmagan. Şunu olan bu otdan qaytlab tushib ketgan necha qatim ot etibotgan. Qani şunu olan o'sha vaqtda o'zim yo'q, men zodi uzam olaman bu rolni Tishan ishlatmayman deb necha kun ot minishni mashq qilgan. Qaytlab tushib ketsin chidab bu obrazni shunga muvaffaqiyat yaratibotgan. Nima hammadan Sungjan ko'zda shunday o'sh ubu qilib ma obrazni shu darajada voyaga yetkazib uchun hamda bu teatr ikkinchi muhim tasgaga rol Guldar Shayx Lujishin. Hamda mazmun uzrab ketdi, bunun qiziqadiganlar bilan guvanji qo'yasanglar, keyingi sonda Lujishinnikini davomli so'zlab beraman.